Jizzax, ure! Jamshid aka, bo'shmisiz? Bitta gap. Yana qayerga bormoqchisan? Keling, qur'a tashiymiz. Muammo yo'q. Tashlab ko'ramiz. Qani tanla. Jizzax, ure! Endi ko'rigimiz 29-iyun kuni Jizzax viloyatida bo'ladi. Agar sizni farzandingizda aqliy, nutqiy, jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, anonizm holatlari, autizm belgilari, shu bilan birgalikda tungi peshob tuta olmaslik, axlat ushlay olmaslik yoki Down sindromi hamda DTP, sudirgi holatlari kuzatilayotgan bo'lsa, yoki o'zingizda bosh og'rig'i, bosh aylanishi, qon bosim oshishi kuzatilayotgan bo'lsa, yoki ortopedik tomonlama farzandingizda tizza bo'g'imlarini osimon yoki ikkisimon o'zgarishi, oyoq panjasining yashilligi, umurtqa pog'onasining skoliotik o'zgarishi yoki bo'lmasam o'zingizda tizza bo'g'imi artrozi yoki chanoq son bo'g'imi, umurtqa pog'onasi osteoxondrozi hamda disk cho'ralari sizni qiynayotgan bo'lsa, 29-iyun kuni Jizzax shahridagi Ziyomet Nur klinikasiga konsultatsiyamizga yozilishingiz mumkin. Qabulga yozilish uchun podrobniy tugmasini bosing yoki bo'lmasam quyidagi raqamlarga murojaat qiling.